Bu dunyoda insonning qo'lidan kelmagan ish yo'q. Agarki sizni qalbingizda ilhomingiz, g'ayratingiz va albatta dunyoga bo'lgan muhabbat va oxiratga bo'lgan muhabbat va ummatda g'ami va shuni orqasida Alloh subhanahu va taoloning roziligini istayotgan hissiyotingiz bo'lsa, o'limdan boshqa har bir narsani inson birikishib, birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, bir yengdan qo'l chiqarib, birgalikda hamma ishni hal qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ahli mo'min musulmonlar. Mana biz Qirg'iziston O'sh viloyati O'zgin rayoni Qushshop qishlog'ining Aytbay Ahmadov mahallasida turuvchi yashovchilarimiz biz mana shu yerda Muhammadiyya masjidining jamoat a'zolarining xizmatchilaridanmiz. Biz sizlarga murojaat qilayotganimizdan sabab Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun Allohning Baytullohini qurishlikka qancha yordam bergan bo'lsalaringiz, yana ozgina bir kuch-quvvatda, mehr-muruvvatda yoki balkim o'zlaringizning duolaringizda bir bizni eslab turib, mana shu boshlayotgan qurishlarimizga, mana shu o'zimiz Allohning kalomini o'rgana olmaganimizga yarasha yo o'zimiz vaqtida talaba bo'la olmaganimizga yarasha hech bo'lmasa boshqalarning o'qib qolishligiga sababchi bo'lib qolishligimizni tavsiya qilamiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam salatlar bo'lsin. Bugungi kunda butun dinni mehnatini qilayotgan Alloh taoloning bandalariga Alloh taoloning rahmati, nusrati, yordami bo'lsin. Hurmatli jamoat, mana shu yerimizda mana hozir men sizlarga ko'rsatib boraman. Mana kecha qoziqlarni qoqib, iplarni tortib boshlaganmiz. Mana bugun inshaalloh Xudo xolasa qolgan chalalarni ham tortib baylab, kechga transheyalarni kavlab, beton qo'yishda harakatida bo'lamiz inshaalloh. Mana shu joyga da'vatchilarimizga, kelgan ketgan ulamoy mehmonlarimizga ozgina bir hujra qilish maqsadida tagida mana 2-3 ta xona hujralari bilan, oshxonasi bilan, so'roxonasi bilan, shu yerda bir yana bir ba'zi bir xonalarga kerakli xonalarni qilish maqsadida. Va mana shuni ustida Alloh subhanahu va taolo qodir qilsa, agarda shu bir 100 tacha oilaga, 100 ta oilaga emas, 100 ta ayol kishiga o'qish markazini, ya'ni masjidul madrasa qiyofasidagi bir ozgina o'qishxona qilmoqchimiz. Chunki har bir qom, har bir mahallani jamoatida o'qishxonalar va bugungi kunda islom dinini o'rganish uchun insonlarga oson qulaylik yaratilib berilsa, odamlarning o'qishlariga ko'proq o'zlarining harakati bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun sizlarga ham mana shu qilayotganimiz qurishlarimizga o'zlaringizning hissalaringizni qo'shib, o'zlaringizning hissalaringiz orasida ruhoniy tarafidan, madaniy tarafidan, jismoniy tarafidan, mablag' taraflaridan kim qancha imkon qodir bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun fi sabilillah ihson qiluvchilarki bo'ladigan bo'lsa, mana shu bizga telefonlarimizga murojaat etishlaringiz mumkin. Olisdagilar, yaqindagilar mana shu Qushshop qishlog'ining Ahmadov ko'chasi Muhammadiyya masjidining jamoatlariga qayrishlaringiz mumkin. Shunga sizlardan bir so'ranib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam musulmonning quroli duo degandek, albatta har birlaringiz o'z ibodatlaringizda, namozlaringizda, jay namozlarining ustida biz haqqimizga, mana shu masjid qom jamoat haqqiga duo qilsaringiz, qolaversa mana shu Qushshop ahlidan oldin qancha aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz boshqa shaharlarga, boshqa mamlakatlarga ko'chib ketishliklari sababligidan ko'plarimiz olisda bo'lganligimiz uchun balki bu xabarlar yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz ana shu har bir Qushshopiyman degan insonga, qolaversa musulmonman degan insoniyatga shuna bir murojaat etdikki, balkim qalblaringizda mana shu Alloh roziligi uchun fi sabilillah ihson qilib yordam qilaman degan bir maqsadlaringiz bo'lsa, inshaalloh biz mana shu videorolikni tagiga o'zimizni kartamizni qo'yib boramiz. Xudo xolasa Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni va sizlarning qatorlaringizni bizni ham
mana shu masjidlarga har doim qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ehsonlarimizni qilishlikka Alloh subhanahu va taolo muyassar etsin inshaalloh. Mana hozir men masjidimiz nomini ham olib qo'ymoqchiman. Bizning masjidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ismlariga qo'yilgan masjiddir. Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.